Yana bir bor assalomu alaykum. Video olishda davom etamiz. Bugungi kunimiz 28-yanvar. Haftaning chorshanba kuni. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bobashbek savdo kompleksi. Bobashbek bozoridan videolarimiz bo'lyapti. Bozor kunlarimiz yakshanba, chorshanba kunlari bo'ladi. Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud, kuryer xizmati. Nomerlarimiz 33lik 309 41 87. Shuni 93 94liklar var. 33lik nomerda telegramimiz var. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizga Telegramga kirsalang, mayli 33lik nomer saqlansilang. Narxi 20 ming so'mdan ekan, 3 talik razmer. Pachkada 3 ta chiqadi. Narxi 20 ming so'mdan ekan. Nimaga 3 talik razmer bunda? Yo'q, ana biz 3 talik razmerda endi. Ha, tevadagi 3 talik razmer ekan, pastdagi 2 talik razmer, ha? Ikkalasi ham 20 ming so'mdan, ha? 5 sinfgacha tushiradi deyishyapti. 33lik nomerimizda Telegram bor. Telegramga kirsalang, Telegram kanalimizda silkasi qo'yilgan. O'tib bemalol Telegram kanalimizdan shu ishlar narxlarigacha ko'rishlaring mumkin. Narxlari keyin zakaz berishga ham oson bo'ladi. Bular narxi 10 ming so'mdan ekan. 3 yoshdan 5-sinfga bo'lgan. Bularmi? Bularchi bular? 7 yosh, 9 yosh, narxi 40 ming so'm ekan. Bunga telefon nomeri nechi? Hop, yozing. 88lik 88lik 503 503 58 70. 58 raqamiga aloqaga chiqinglar. Xolamizda ishlardan kerak bo'lsa, Arzon qilib beraman deb kelishganman. agar realni oluvchilar bo'lsa, arzon qilib beraman deyishyapti. Xalatchalar qanchadan? Xalatchalar ishtonchasi bilan Ishtonchasi bilan 35 ming. 35 ming. Xalat ishtoni 35 ming. Xalat o'zi 25 ming. Xalatni o'zi 25 ming so'm ekan. 3 yosh, 5 yosh ekan razmeri. Bular narxi yetdigan. Sizniki nomeringiz? 91lik 692 89 82 raqamiga aloqaga chiqinglar. Ha? Yo'q. Prima efir olyapsizmi deb so'rashyapti. Prima efirga hali obunachilar kam. Bugun chorshanba, shaharda ham bozor bo'ladi, shuning uchun bu yerga nima deydi, ko'p savdogarlar pashta chiqmayapti-da, aqa ketib qolyapti oxirlar. Shahar babi shaharda nima deydi, hamma viloyatlarga udobniy. To'g'ri ushiga tushadi, shu yerdan savdo qilib ketadi. Bu 10-15 kilometr ransta qiladi shahardan. Bular narxi qanchadan ekan? Bular sizdanmi ekan? Bular egasi yo'q ekan. Qancha narxini bilmaysan? Bunisini 22 ming berishyapti deyishyapti, egasi yo'q ekan. Bu tomonlari endi. Bularchi sizdanmi? Bular 30 ming so'm ekan narxi. Buchi? 40 ming qalin material ekan. Nomer qo'yakmi? Abdurahmon aka, nomeringizni berib yuboring. YouTube'ga nomer qo'yib yuborakmi? Qo'yaring, farqi yo'q. Nechilik? Qalin emas, yuqqalarni qo'ying, chunki qalinlar tugaydi. Qalin tugadi deysham, ularni 30 ming so'mdan. Bular narxi 30 ming so'm bahorgi ekan. Razmeri qanaqa chiqadi? 5 yosh, 6 yosh. 5 yosh, 6 yosh ekan. Telefon nomerchi? 50lik 50lik 004 004 0085 00 85. 0085 raqamiga aloqaga chiqinglar, shu akamiz ishlardan kerak bo'lsa. Charchamanglar. Mana bu yerda chaqaloqlar deydimi, shunaqa ishlardan bor ekan. Nima deydi, buni ishlarda raddomda yoki shunaqa bensinlarda chaqaloqlar bensinlarda ishlaydigan opalarimiz savdo qilsa, nima deydi, ko'pchilikka foydasi tegadi. Ketadigan ishlar, postrinkalar, bu yoqda undan ham sal kattaroqlar bor ekan.
Qanchadan bu ishtonchilar narxlari qanchadan? İşte 2700 ya. Ishtonchilar 2200 so'mdan ekan. 2700 so'm ekan. Uzr, 2700 so'mdan ekan bu Pastarenka deyiladi. Oyog'idagi ishtonchilar. Ularchi 3,5 ming so'mdan ekan. Nimaga raqam yozilgan? Oyligimi yo'q? Razmerimi? Buni 1, 2, 3, 4 yozilgan ekan. Adashmasam 1 oylikdan to 3 oylikgacha ishkiliga. 6 oylik. 6 oylikka. 2 oylikka, 2 oylikka, 3 oylikka. Ha, 1 oylikdan 6 oylikgacha tushadigan ekan. Shuning uchun razmer ko'p qo'yilgan ekan. 6 oylik ekan, ikkisi 4 oylikka, biri shu 1 oylik, 2 oyliklar ekan. Buni qancha dedingiz? 3,5 ming so'm ekan. Bu ishtonchilarchi? 6,5. Ishtonchilar 6,5 ming, shapkachalar ham bular. Şapkaçalar 1300. Shapkachalar 1300 so'm. Bular taglikmi? Yurgak. Yurgaklar ekan bular. Bu qancha? 6000 kichiga 10000 katta razmer. Ha, 6 ming kichkinasi, 10 ming katta razmer ha. Bu donasi, ha? Bitta donasi 6 ming, 10 ming so'mdan ekan. Pachkada nechta? 5 tane. 5 tala ekan pachkada. Blogda 25 ta. Ha, bitta blogda 25 ta ekan shu. Mana shu bir blog 25 tala ekan. 6 ming, 10 ming so'm ekan razmeri. Narxi. Buchi? 6,5 ming so'mdan ekan. Bu a'lolar sizlarmi? Maykachalar bor 5000 6000. Ha, meykachalar bor ekan 5 ming, 6 ming so'mdan. Yanachi 7000 bor. 7 mingligi bor ekan meykachalarni. Xullas shu tug'ruqxona yoki masalan chaqaloqlar больницасida ishlaydigan hamshira opalar yoki doktor opalar shundan optim zakaz qilib savdo qilsa ham yaxshi savdo bo'ladi. O'sha nima deydi, ham savob bo'ladi, ham o'ziga daromad bo'ladi. Yoki bo'lmasa bitta do'konni shunaqa yosh bolalarni kiyim-kechaklar bilan to'ldirsa ham bo'ladi. Shu yerdan optim olib turib. Telefon nomeringiz 99lik 621 621 10 10 raqamiga aloqaga chiqinglar. Savdongiz bo'lsin, charchamang. Kanalimda Salom kapa. Bular qanchadan pijamachilar? 13 ming, 16 ming so'mdan. Bu 16 mingmi? Bu 18 ming so'm ekan. Razmer qanaqa chiqadi? Standart bir 6 yoshlarmi? 7 yoshlarga tushadigan ekan. Bularchi? 13 ming so'm. Standart 3 yosh buchi? 12 ming. 3 yosh 5 yosh ekan. Buchi? 18 ming so'm. Qanaqa razmer? 3 yosh 5 yosh. Ishtonchalarchi? Ishtonchalar 5 ming so'mdan ekan. Telefon nomer qo'yaylikmi? Nechilik? 90lik 305 60 89 raqamiga aloqaga chiqinglar. Shu opamiz ishlarini kerak bo'lsa pijamachalardan a'lo ko'ylakcha savdolang bersin. Assalomu alaykum. Qancha beryapsiz? 26 ming so'mdan ekan. Razmerichi? 4 yosh 5 yosh. 4 yosh 5 yosh ekan. Hammasi 26 mingdanmi? Ha. Hammasi 26 ming so'mdan. Pechatlar juda ham chiroyli bosilgan. Cho'ntakchalari bor ekan bularni. Telefon nomer qo'yaylikmi? Yo'qni? Nechilik? 90lik. 90lik 627 627 36 36 raqamiga aloqaga chiqinglar. Shu akamiz ishlarini kerak bo'lsa, pechatlarni ham ko'rasizlar, juda ham sifatli O'rtacha bosilgan. aholi qizlargina ko'rsatilgan. Ha, mana ko'ylakchadan ham bor ekan. Ochiqini qo'yib ha. Bu qancha? 32 ming 6 yosh 7 yosh. Buni narxi 32 ming so'm ekan. 6 yosh 7 yosh ekan. Pachkada 2 ta razmer. Moshnachalardan boshganimiz yo'q. Ha, buni boshqacha nima pechat Moshnacha bosilganlari ham bor ekan. Unaqa boshqa moshnacha minib yurgan igrishkalar ham bor ekan. Juda ham chiroyli sifatli ishlardan ekan. Trikolar. Bu yoqda ham komplektchalar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Qanchadan? 12 ming. Narxlari har xil deyapti. 12 ming so'mdan qanchagacha? 8 mingdan? 12 ming. 8 mingdan 12 ming so'mgacha ekan. Hammasi tiva pasa? Bu kampirlarga 6 talik, 4 talik. Ha, bular komplekt 6 talik, 4 talik shunaqa bir nabor bo'lib chiqar ekan. Har xil Chaqaloqqa raddom. raddom kiyimchalar ekanda. O'sha perchetkasi bo'ladi, ichida ishtoncha, shapkachasi, ba'zilarining ichidan pamperschalar chiqadi. 6 talik, 5 talik, 4 talik bular o'sha 8 ming so'mdan 12 ming so'mgacha bor deyishyapti.
ichidagi hali naboriga qarab narx o'zgaraveradi. Ha. Telefon nomeringiz? 90lik 361 98 50 raqamiga aloqaga chiqinglar. Nima deydi hali bozor so'rab, nima qilsang, bitta bular ham ishdagi odamlar o'zlari realni oladiganlar bo'lsa, telefon qilib bir narxlarni surishtirsang bo'laveradi. Rasvetkalardan tashlavoring deb, yangiliklardan tashlanglar desang bo'laveradi, lekin ko'pchilik bozor so'rab, telefon qilyapti, deyishyapti. Shuning uchun ba'zi sotuvchilar nomer bergisi kelmayapti. Savdolang bersin. Ha, YouTube'ga qo'yaman, xudo xolasa. Abbos deb yozsangiz chiqadi. Sobir Abbosjon deb yozsangiz ham chiqadi. Spartkachalar. Qancha beryapsiz? Aytsa-ki, Bir boshni aytaverasiz. YouTube'ga video olyapman. 35 ming. Bunimi? Birinchisi 32 ming. 32 ming so'm ekan birinchidagi. Birinchisi 35 ming. 35 ming, Bunisi 30 ming. 30 ming, 35 ming. 35 ming, 32. 32 ming so'm ekan. Razmerlarchi? 5 yosh. 3 yosh, 5 yosh. 3 yosh, 5 yosh ekan. Bular shular rasvetkalarimi? Rasvetkalar. Telefon nomer? 91lik 147 59 75 raqamiga aloqaga chiqinglar. Donaga yo'q deyishyapti. Pachkada endi hatyapti. Hatyapti pachka deyishyapti. Donaga yuza taqmasin, iltimos deyishyapti. Bu yerda ham shunaqa komplektchalar, ichida o'sha naborlari, mana bunalar pamperschalargacha bor. Egasi ko'ndimayapti, bular ham mana juda chiroyli ishlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, o'tirishlik nomerni tersilang. Telegram kanalimiz chiqadi, Telegram kanalimizga kirib shu ishlar narxlarigacha qo'yib boriladi. Shunaqa gaplar, bu yoqda ham pijamachalar. Bugungi videolarimizni tugatamiz endi. Assalomu alaykum. Qancha beryapsiz? Bular narxi 25 ming so'mdan ekan. Razmerichi? Necha yosh? 6 yosh, 8 yosh, narxi 25 ming. Kiyolikchi? Tepasi tugabdi, yupqalari 10 ming so'mdan ekan. Material polyester, ishtonchalarchi? Ishtonchalar ham 10 ming so'mdan ekan. Telefon nomeringizni qo'yaylikmi? Telefon nomeri shartmas deyapti. Bularchi gamajlar kimdan bular? Nimalar? Ay, gamaj deyman-ey. Pijama dedim. Bular sherigidan ekan, sherigi bo'lsa yo'q. Trikollar. Ular shunaqa gaplar.